Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, kanalimizga xush kelibsiz do'stlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz kanalga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang. Hop do'stlar, bu galgi videorolikimizda sizlar bilan Ton Mini app botidan pul chiqarishni ko'rib chiqamiz do'stlar. Botimizni kommentariyada bo'ladi do'stlar. Videoni boshlashdan oldin kommentariyani Hop, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishingizni so'rab qolardim do'stlar. Bir donagina like bosib qo'ysangiz ham xursand bo'lamiz. Hop, botimizni kommentariyada bo'ladi do'stlar. Bemalol o'tib foydalanishlaring mumkin bo'ladi. Bot orqali, kommentariya orqali o'tganlaringda sizlarda ham mana shunday oyna ochiladi, start tugmasi chiqadi. Undan so'ng mana shu yerda ikkita kanali bor, shu kanalga obuna bo'lib, Ton Mini mana shuni bossangiz, sizni asosiy bo'limga olib o'tadi do'stlar. Bu yerda biz qiladigan ish do'stlar, bu botimiz sarmoyali va sarmoyasiz ravishda ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Xohlasangiz sarmoya kiritib ham ishlashingiz mumkin yoki bo'lmasa sarmoyasiz ham do'stlarni chaqirgan holda ishlashingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Do'stlar, mana shu yerda vazifalar bo'ladi. Shu vazifalarni bajarib ham ton ishlab olsangiz bo'ladi do'stlar. Bu yerda turli vazifalar bor, shularni bajarib ishlashingiz mumkin. Mana bu yerda do'stlar tepada ko'rib turganingizdek mayning ketyapti. Получить tugmasini bossangiz sizni hisobingizga o'tadi do'stlar, mana shu yerga o'tadi. Bundan so'ng do'stlar bu yerdan pul chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun do'stlar mana bu hamyonni bosamiz. Va do'stlar, bu yerda Telegram kasholagingizni ulab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Shundan so'ng pul chiqarishingiz mumkin. Mana bu yerda ko'rib turibsiz, ma'lumotlar bermoqda. Bu to'g'rimi, noto'g'rimi aniqini bilmayman, lekin mana ko'rib turibsiz, 67 ton chiqargan, 64 ton shunaqa holatlar chiqarilyapti do'stlar. Hop, men bugun mana shuni ertalabda chiqarib ko'rdim. Mana 0,1 ton chiqarib ko'rdim do'stlar. Botimiz 100% to'lab berdi. Bu yerda do'stlar vivesti tugmasini bossangiz sizda birinchi 0,1 ton bo'ladi. Keyin do'stlar komissiyaga 0,005 ton olar ekan do'stlar. Shunisiga e'tiborli bo'lasiz. Bizga 2,5 ton yetib keladi shunda. 0,3 ton chiqarsak 0,25 ton yetib keladi. Hop, do'stlar, bizdan pul chiqarishimiz uchun nima talab qilinadi? Mana shu yerda referalni silkangiz bo'ladi do'stlar. Referal chaqirishingiz kerak ekan. Start bosilishi kerak botga. Bot mana shu start bosgan odam mayningni ishga tushirishi kerak. Shundan so'ng siz pul chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Nechta odam desangiz, 7 ta odam chaqirsangiz birinchi summani chiqarib olishingiz mumkin. Qolganlarini endi sinab ko'ramiz do'stlar. Qolganini ikkinchisiga pul chiqarishdi, keyin ko'ramiz do'stlar. Yana odam so'raydimi yo'qmi bilmadim. Shu ikkinchisiga pul chiqarganda bunisi aniq bo'ladi do'stlar. Mana shu yerdagi barcha hamyon va birjalarda mana shu bot qo'llab-quvvatlanyapti do'stlar. Konchiyon bor ekan. Hop, bu yerda Coinbase hamyoni ham bor do'stlar. Do'stlar, hozircha shu botimiz 100% to'lab berdi. Hozir
hamyonga ham kirib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hop, istoriya bo'limini ko'ramiz. Hop, do'stlar, mana bugun Sigourney tushgan. Uni 38 da kelib tushgan do'stlar. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. Bugun kelib tushgan do'stlar, pulimiz 100% to'lab berdi botimiz. Barchaga tavsiya etib qolaman do'stlar, botni shunchaki sarmoyasiz ravishda ishlab olishimiz mumkin bo'ladi. Bizdan talab qilinadigan do'stlarni chaqirish xolos. O'zingizdagi bir nechta akkaunt bo'lsa ham bo'laveradi do'stlar. Nechta akkauntingiz bo'lsa ham barchasini ishga tushirib qo'yasiz shu botga bitta silka orqali. Keyin pullaringizni chiqarib olsangiz bo'ladi do'stlar. Hop, video roligimizni shu yerda yakunlaymiz do'stlar. Barchangizga rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Keyingi videorolikda ko'rishguncha do'stlar, videodagi kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Barchangizga rahmat do'stlar. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.